Assalomu alaykum hammaga, kanalimiz a'zolariga. Hop, keyingi navbatda gazavli uskunamiz ham xudo xolosa egalariga tayyor bo'lyapti. Bugun kechga nasib bo'lsa tayyor bo'ladi. Ertalab yuklash boshlaymiz. Andijon Izboskanga bir komplet gazavli uskunamiz 10 ta qolipi bilan akamiz zakaz bergan. Qoliplarni oxirgi qolip terilyapti hozir. Yarim kuvalik qolipidan 10 ta zakaz komplet holatda bo'lgan. Hop, bu yoqda mana qo'ygan qoliplari. Bu akamiz bir komplet penalni apparatini olgan, prostoy qolipimizdan 3 ta qolipi bilan komplet holatda zakaz bergan. Shu 3 ta qolipimiz shu aka tayyorlangan. Gazavloydan, penavloydan birdan boshlamoqchi ekan. Kelib ko'rib zakazlarni berib ketishgan akalarimiz уже mana bir hafta atrofida, bir hafta oldin zakaz berishdi, уже bugunga mana tayyor bo'ladi. Bu yerdan gazavli uskunasi bo'lchalari ham turib o'tgan safargi videolarda. Hop, bir komplet Yozyovonga 8 ta qolipni olib borildi. Uni videosini chiqara olmadik. Bugun kechga xudo xolasa Samarqand Bulung'urga bir komplet gazavli uskunamiz 2 ta qolipi reskaz komplet holatda suv bo'lchalari bugun kechga nasib qilsa chiqib ketadi ular. Mana motorlari bir fazaga ishlaydi. Bu yoqdan bir fazaga ishlaydigan qilib ichidagi to'kini olib o'tganmiz. 220 tokda ishlaydi do'stlar. Motorlari ham yangi motorlarni qo'yib beryapmiz. Ichki ko'rinishlari. Motorimiz ham qozonimiz yarim kuvalik bo'ladi. Bitta tayyorlaganda ana shu qolipga yetadi. 12 ta qish chiqaradigan. Rastovorga bitta tayyorlaganda 12 taga yetkazib beryapti. Gazavli, penavli uskunasini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz do'stlar. Ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bu yoqda mana ruchnoy reskalari. 10dan tortib 10, 20, 30 xohlagan razmerda kesib ketishaveradi. Mana reskalari ular. Bu yoqda mana suv bo'chkalarini o'lchab olib suvlarini 110 litrga tayyorladik. Kichkina bo'chkamiz ichida ham 2 dona 1,5 kilodek temperaturada bu yoqda suv batchilar ko'rsatib turadigan haroratini suvda. Bu yoqda 1 tonnalik suv yo'ngisimiz. Gazavloydagi bu ham. Yana ular gazavli uskunasini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Prostoy qoliplarimizniki komplet vodiy ichiga 3 ta qolipi bilan hamma narsasidan $750, O'zbekiston bo'ylab $800. Yevro komplektimiz vodiy ichiga $850, O'zbekiston bo'ylab $950 dan 3 ta qolipi bilan qilib berilyapti. Bu komplektimiz narxi $950, vodiy bo'ylab $1000 dan O'zbekiston bo'ylab. Buningcha qimmatligi sababi o'rtasi yuzda turbaga teshilgan, har bir dona g'ishtda 2 donadan teshik chiqadi o'rtasi. Mana bunaqa shaklda chiqadi. Bir-biriga cho'k bosadigan svyazkali bo'lib chiqadi. Bu legion qoliplarimiz. Rastvor bo'chkalarni bir kishi o'zim penavli kuyaman degan akalarimizga rastvor bo'chkalarini zakazga tayyorlab beryapmiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz bor. Kelib shu yerda o'rganib ketsanglar ham bo'ladi, dastavka qilib olib borilgan joyda o'rgansizlar ham bo'ladi. Like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin do'stlar.